Tojikiston 11 dekabr prezident va parlament saylami o'tkazib, 28 yil hokimiyat yurgizgan mustabid prezident Emomali Rahmon 90,9 bilet bilan qayta saylanib, sobiq Sovet ittifoqining eng kon rahbaridan bo'ldi. Tojikiston Markaziy saylam komiteti dastlabki bilet tashlash natijasiga asosan 90,9% saylovchining Emomali Rahmonga bilet tashlaganligini bayon qilib, 5-navbat prezident bo'lib saylanganligini e'lon qildi. Saylamdan ilgari tashqi dunyo uning Tojikistonda kuchli raqiblari bo'lmagan ahvolda yana 7 yil prezidentlikni qazona oladi degan. Hokimiyat beshidagi Xalq Demokratik partiyasining nomzodi Emomali Rahmonning 90,92%, ikkinchi cho'ng partiya bo'lgan Dehqonlar partiyasining rahbari Rustam Latifzodining 3,3%, Iqtisodiy islohotlar partiyasi rahbari Rustam Rahmatzodining 2,15%, Sotsialist partiya rahbari Abdulhalim G'affarzodining 1,49%, Kommunist partiya rahbari Miraj Abdulliyevning 1,17% ovozga erishganligini qayd qildi. Emomali Rahmon 1994-yili, 1999-yili, 2006-yili va 2013-yili o'tkazilgan saylovlarda arqi-marqi prezident bo'lib saylangan. 68 yoshli Emomali Rahmon kollektiv dehqonchilik maydonida tug'ilgan bo'lib, 1990-yillarda Tojikistonni ichki urushdan qutuldirib, 1992-yildan boshlab Tojikistonni boshqarib kelgan.